5. Bab. Hazır mən aranglardaki etiqatçılar cəmiyyətçiliginin yetakçilariga bir eğiz söz qılmaqçımən. Çünki mən sizlərə oxşaş bir yetakçı, hamda İsa Məsihinin Kristi çəkən azab oqibatlarının guvohchisi. U qaytib kelganda uning namoyon qiladigan shon sharifidan bahramon bo'lg'uchiman. Yetakchi suputimda sizlar yetakchilardan shuni o'tinamanki, qo'ychi qo'ylarga yaxshi qarg'inga o'xshash sizlarmi Xudo sizlarga omonat qilgan etiqatchilar jamoatchiligining holidan xabar elinglar. Buni majburan emas, balki Xudoning irodasi bo'yicha rozimanlik bilan qilinglar. Pul tepish uchun emas, qizg'inlik bilan qilinglar. Sizlarga omonat qilingan bu etiqatchilar jamoatchiligining hukmroni bo'lib olmanglar. Aksicha bu jamoatchilikka ulgu bo'linglar. Shundaq qilsanglar, bosh qo'ychi İsa Masih qaytib kelganda mangu chechaklab turadigan shon sharaf tojiga erishsizlar. Ey yigitlar, sizlarmi yetakchilarga bo'ysuninglar. Hammanglar bir-biringlarga kamtar bo'linglar. Chunki muqaddas yozmalarda yozilganidek, Xudo qarshidir takabburlarga, mehr shafqat qilar kamtarlarga. O'zinglarni Xudoning qudratli qo'li ostida töven tutinglar. Shunda qilsanglar, vaqti kelganda Xudo sizlarni ustun qiladi. Barliq g'am qayg'ularinglarni Xudoga topshiringlar. Chunki u sizlarga g'amxo'rlik qiladi. O'zinglarni hoshyor va sagak tutinglar. Chunki dushmaninglar bo'lgan shayton xuddi ichiqab ketgan shirdek oranglardagi etiqatchilarni yurtmoqchi bo'lib qatirab yuridi. Sizlar mustahkam e'tiqodinglar bilan shaytonga taqobil turinglar. Chunki esinglarda bo'lsinki, dunyoning har qaysi joylaridagi qiyindoshlarmi sizlarga o'xshash azob oqibat chekyapti. Butkul mehr shafqatning manbasi bo'lgan Xudo sizlarni İsa Masih orqali o'zining mangulik shon sharifiga chaqirgan. Sizlar vaqtliq azob oqibat chekininglardan keyin Xudo sizlarni dast turg'izib, sizlarni chidomli qilib, e'tiqodinglarni mustahkam va tavranmas qiladi. Barliq kuch-qudrat Xudoga abadil abad mansub bo'lg'ay. Amin. Men Xudo yo'ldagi sodiq qarindishim Silosning yordami bilan bu qisqagina xatni yozdim. Ushbu xatni yozishimdagi maqsad sizlarni rag'batlantirish va Xudoning haqiqiy mehr shafqati haqida guvohlik berishdan iboratdir. Bu mehr shafqatda ching turinglar. Sizlar bilan billa Xudo tarafidan tanlangan Babildagi etiqatchilar jamoatchiligidan va Xudo yo'ldagi o'g'lim Markusdan sizlarga salom. Bir-biringlar bilan mehribonlarcha salomlashinglar. Sizlarga, ya'ni İsa Masihga mansub bo'lgan hammanglarga omonlik yor bo'lg'ay.